Bu yerda masalan xarakterda o'zgarish masalasi bormi? Xarakterni o'zgartirish uchun inson eng avvalo chin dildan xohlash kerak. Mana shu Brian Tracy'ning kitobida shu narsani berayotgan paytda Brian Tracy o'zi juda ham yoshligida o'ta sho'x, bemaza bola bo'lgan ekanda. Oilada shunaqa kambag'al oilada yashagan. U humanitar yordamga kelgan kiyimlarni kiyib katta bo'lishgan ekan. Aka-uka bitta uyda ikkita aka-uka bo'lishgan ekan. Akasi kiyim kiyib ketib qolsa, ukasi maktabga bora olmas ekan. Shunaqa bo'lib darsdan qolib ketib, yildan yilga, sinfdan sinfga qolib, hamma 10 yilda maktab bitirsa, u 15 yilda maktab bitiradi. Endi hattoki o'qituvchilar aytadiki, sen agar mana shunday holatda ketsang, Brianga o'xshab qolasan dedi. Bolalarga shuni tanbeh berishgan ekan. Endi shu odam mana kelajakda shuni o'zini ustida ishlab turib, buyuk psixolog bo'lib ketganda, katta juda ko'p kitoblarda yozganda. O'shanda u katta zalda trening o'tadi. Treningda unga savol berishyapti. Men atrofimdagi odamlarni qanday qilib o'zgartirsam bo'ladi? Brian Tracy aytayaptiki, seni atrofingdagi odamlar shuni avvalo o'zlari xohlaydimi, yo'qmi? Xohish bo'lmasa bo'lmaydi. Prosta tak uni qaytaravergani bilan odat hosil bo'lishi mumkin, lekin juda ham o'zgarib ketmaydi. Sen atrofingdagi odamlarni o'zgartira olmaysan. Xarakter o'zgarishi har bir inson o'zi xohlash kerak. O'zi xohlamasa xarakter o'zgarmaydi. Shuni bilib oling. Kim birovning xarakterini o'zgartirishga harakat qilyaptimi, o'ziga ziyon qiladi. Chunki uni Alloh o'sha nima holatda ushlab turibdi. Agar xohlasa Alloh uni xarakterini o'zgartirib beradi. Lekin yo'q. Ana endi qarang. Bu yerda mana shu xohish to'g'risida bitta narsa bor. Xohish juda ko'pchilik, masalan, sog'lom bo'lishni ham xohlashadi, boy bo'lishni ham xohlashadi, to'g'rimi? Xohish bor. Xohlaydi, kim xohlamaydi? Lekin xohish bilan xohishning farqi bor. Yondiruvchi xohish bo'lish kerak. Shu Gipokratning oldiga bir bola kelibdi-da. Meni shogirdlikka oling. Men sizni bilganlaringizni shu astoydil o'rganishni xohlayman debdi. Yo'q, men seni shogirdlikka olmayman. Nega olmaysiz? Chunki men senda unaqa bir xohish ko'rmayapman. Siz meni chaqirmadingiz-ku. Men o'zim keldim-ku. Siz meni chaqirganingiz yo'q, o'zim keldim, o'zim xohlab keldim. Yo'q, bunaqa xohish bo'lmaydi. Qanaqa bo'ladi xohish? Yur debdi, uyini oldida ko'l bor ekan. Ko'l sekin suv pasayib boradigan joy. Haligi joyda bolani yetalab birga tushibdi. Sekin men bilan yur debdi. Birga tushib borishayotganda suv rosa ko'kragiga kelgan paytda haligi bolani suvga bosibdi. Suvga bosib ushlab turibdi. Haligi bola ham dastlab suvning tagida endi shu yerda xohish ko'rinsa kerak deb o'ylaganmi? Ular jicha turgan. Ozgidan keyin havo yetishmay qoladi-ku. Chunki uning ichida turibdi-da. Bunday ko'tarsa qo'yib yormasmish. Mahkam ko'tarsa yana qo'yib yormasmish. Shunday kuch bilan kelib bir ko'tarib o'rnidan turib, siz meni suv tagiga bosasiz. Xohish ko'rsataman deysiz. Nima deganingiz bu? O'ldirmoqchimisiz meni? Desa, Gipokrat aytgan ekanki, agar sen mendan o'rganmoqchi bo'lgan narsangni mana shu yerda hozir tirik qolishga qanchalik xohlagan bo'lsang, shu darajada xohlasang o'rgata olaman. Men seni shogirdlikka ola olaman deb. Mana shu xohish bo'lish kerak. Inson xarakterini o'zgartirish uchun. Har bir inson o'zini xarakteridagi kamchiligini yozib chiqsin. Birinchi o'zi bilganini, undan keyin atrofdan eshitganini yozib chiqsin. Keyin o'shani ijobiy, salbiy tomonlarini bilgandan keyin, xarakterdagi salbiy narsalarni bilgandan keyin endi uni ijobiysini izlasin. Izlab turib, o'zini o'sha holatda tasavvur qilsin. Jon Keho degan bir psixologni Podsoznaniye может всё degan kitobi bor. Ong osti hamma narsani bajara oladi, qila oladi degan. O'zbekchaga perevod qilingan g'ayrioddiy ongning mo'jizalari degan. Mana shu kitobni o'qib ko'rsalaring, Schwarzeneggerdan so'rashibdi.
Schwarzeneggerdan so'rashibdi. Siz bir paytda ham shahar merisiz, bir paytda ham kino yulduzsiz, bir paytda ham mana kulturizm bo'yicha bir chempionsiz. Qanday qilib erishdingiz shuncha narsaga desa, men o'zimni faqat shu holatda tasavvur qilganman xolos debdi. Men buni kuchli xohlaganman, shunday tasavvur qilganman, men bunga erishdim deb. Ko'ryapsizmi? Endi odamlar mana nimani videoni ko'rgandan keyin endi men doim o'zimni baxtliman deb aytaman, unday deb aytaman, sog'lomman deb aytaman deb yurishi mumkin, yuraveradi bu gapni aytgani bilan. Lekin haqiqiy xohish mana bu yerda bo'lib o'zgarishga intiladigan bo'lsa, u bo'ladi. O'zini o'zgartira oladi u. Bo'lmasa boshqa variantda o'zgarmaydi. Ming gapirsin, ming bo'lsin. Haligi men juda ko'p aytaman bemorlarga ham, eng avvalo hissiyotda paydo bo'lish kerak. Sog'lomman deb tasbihni 1000 marta o'giring, lekin o'zingizni sog'lomman deb his qiling, bu boshqa narsa. Boyman deb his qiling, bu boshqa narsa. Boydek his qiling, hozirgi zamonda his qiling. Ana shu narsa bu boshqa narsa. Siz o'zingizni qaysi holatda bo'lishingizni xohlasangiz, avvalo siz o'shanday his qilishingiz kerak. Endi haligi o'sha krujok qilib chizib turib, dastlab maqsad, ya'ni fikr, undan keyin fikrni takrorlanishi, keyin odat hosil bo'lishi, keyin xarakter hosil bo'lishi, undan keyin aytdik. Har bitta bir-biridan o'tib borishiga yana bitta ajoyib narsa kayfiyat yuqori bo'lishi kerak. Qalb toza bo'lishi kerak. Kechirimli bo'lishi kerak. Odam kechirgan bo'lishi kerak, qalbi kechirmagan bo'lmaydi. Inson onadan tug'ilganda qalbi oppoq daftardek, qog'ozdek, oppoq daftarda qog'ozdek yop-yorug' bo'ladi. Oppoq bo'ladi. Hayot davomida har xil odamlar bilan to'qnash kelib, har xil voqealarga duch kelib, kimdir xafa qiladi, kimdir uni xafa qiladi. Xullas shunaqa to'qnashlarga kelib, borib xuddi daftarni nimasiga qalam bilan chizib nuqta qo'yib borganingiz sari sekin-sekin u qalam haligi oppoq narsa qorayib ketganda insonning qalbi ham qorayib ketadi. Ana shu narsa qora bo'lmasligi kerak, toza bo'lish kerak. Ana shunda u Allohga yetib boradi shu. Alloh uni o'zgartirib bera oladi shu xarakterni. Bo'lmasa yo'q. Ana shu xohish chin dildan mana shuni yonib turadigan xohish kerak. Ana endi kechirish masalasida juda ko'p bemorlar keladi bizga, hammasida qandaydir yig'lab yoradi kechirish to'g'risida gapirsam. Men nimaga kechirishim kerak uni? Yo'q, kechirmayman deydi. Qalb kechirimli bo'lmasa bo'lmaydi. 20-yil ana COVID-19 O'zbekistonga kirib kelib tarqagan paytda men o'zim shu COVID ichida ishlayotgan paytimda shunday bitta voqeaga duch keldim. Bir inson ko'zimda oldida o'lyapti. Ya'ni bizni qarayib turgan bemor ichida o'lyapti. 4 tomondan kislorod tortib qo'yganmiz. 4 ta kislorod. Bittasi kamaysa ham saturatsiya pastga tushib yoryapti. O'sha 4 tani o'zida ham 60-70 atrofida turibdi. Zo'rg'a, xuddi suvdan chiqqan baliqqa o'xshab shunaqa qilib nafas olyapti bechora. Endi men kechki paytlar bo'lib qoldi, smen topshiradigan paytim bo'lib qoldi-da, o'sha paytda gapiryapman. Aka, kechirmagan insoningiz bormi? Desam, zo'rg'a mana shunaqa qilyapti. Qarab. Shuni kechiring iltimos. Chin dildan kechirib yuboring. Bugun Alloh uchun kechirib yuboring dedimda, hech qancha vaqt o'tmadi-yu, men ketdim nimaga? Smenni topshirdim-u, ketdim. Keyin kelgan ertangi kuni kelyapman. Kechqurun mana nima bo'ldi ekan? Hayolimda endi to'g'risi, gapni rosti shayton nimaga olib boryapti-ki, u o'lib qolgan bo'lsa kerak ham deb o'yladim. Chunki ahvoli krayni og'ir edi. Erta bilan kelsam, qaysi ko'z bilan ko'rayki, 4 ta kisloroddan 2 tasini olib qo'ygan. To'g'ri, dori-darmonlar ham qilingan. Haligi odam meni ko'rib oq ko'zlaridan yosh chiqib, doktor, kecha siz kechiring dedingiz, men kechiruvdim. Amakisini o'g'li bilan amakivachchasi bilan yer talashib, sen menga borilib, haligi yuz ko'rmas bo'lib ketishgan ekan. Chin dildan kechiruvdim. Kechqurun 10da o'sha bolani o'zi kechirgan keldi, uni chaqirganim yo'q. O'zi keldi kechqurun unga menga ko'rgani deyapti. Haligini kechirgandan keyin shunaqa yengillashdim, shunaqa zo'r bo'ldim. Ertalabki ahvolimni ko'ring, mana shunaqa ahvoldaman deyapti. Tushunyapsizmi?
Mana shunday, agarda mana shu kechirmagan insonlar maytida kirib turgan bo'lsa, ming niyatini yaxshi qilib qo'ygan bo'lsa ham baribir Alloh uni nimasiga bermaydi. Birinchi o'rinda kechirimli bo'lish kerak. Ana shunda bu xarakteri ham o'zgaradi. O'sha kechirmagan insonning xarakteri maraz xarakter, og'ir xarakter. Negativ bilan pozitiv degan so'z bor. Negativlar mana doim negativ fikr bildiradi, negativ anaqa oldirib chiqaradi. Ularda hech qachon haligi nima deydi, to'g'ri narsa chiqmaydi. Pozitiv degan fikr doim odam tabassumda, pozitiv holatda bo'lgani yaxshiroq. Ana shunday bo'lsa, bu o'sha aytgan niyati keladi. Endi o'sha kommentariyalarda beryaptiki, aytishyaptiki, bu islomda bunga to'g'ri kelmaydi, islomdagi holatga deb qo'yishyapti-da. Xo'p, islomda niyatni to'g'ri qiling, niyatni yaxshi qiling degan so'z yo'qmi? Hamma narsa shu niyatga bog'liq. Agar peshona taqdirimizga hamma narsa oldindan bitib qo'yilgan bo'lsa, eng asosiy biz ibodat qilishimizda nima kerak bor? Men do'zaxga bo'ladigan bo'lsam, do'zaxga kerak bo'ladigan bo'lsam, buni ibodat qilishimda nima kerak bor? Baribir do'zaxga bo'lganimdan. Lekin Alloh bizga sinov dunyosini bergan, shu yaxshi niyatlar qilib o'zidan astoydil so'rashimizni bergan. Har safar nimadir qilayotgan bo'lsak, niyatimizga qarab turib ham har xil sinovlarni beradi, sinovlardan o'tganimizdan keyin niyatimizga yetkazadi. Shuning uchun biz bu videoni berganmiz o'sha taqdirni o'zgartirish masalasida bu sog'liqqa juda katta ahamiyati bor.